hozirgi kunda internet tarmog'i va telefon bolalarni ota-onasi bo'lib qoldi. Bolalarga o'zini ota-onasidan ham yaqin bo'lib turibdi. Biz oldin tarbiya jarayonida ko'proq yomon o'rtoqlardan bolalarni himoya qilish, yomon odatlardan qanaqa qilib asrasak bo'ladini tashqaridan himoya qilish orqali ko'rsatardik. Hozirgi kunda u o'z ichingizda turibdi. Sizni qo'lingizdagi telefoningizda, sizni uyingizdagi internet tarmog'ida turibdi. Bu narsadan bolani himoya qilish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Chunki nimaga desangiz, hozir maktab yoshidagi, bog'cha yoshidagi bolalarni darsliklarini juda ko'pi internet orqali bo'lyapti. Internetdan yuklab oling. Shunaqa ilova bor, o'sha yerdan dars qilsin bolalar. Bolalar majbur, siz xohlang, qanchalik telefondan, planshetdan uzoq tutaman bolamni demang, baribir sizga o'qituvchilar ta'lim jarayonini o'zi sizni qo'lingizga planshet olishga, kompyuter olishga juda kichkina yoshidan bolalarni majbur qilyapti. Va biz bu orqali bolalarimizni butunlay internetdan yoki telefondan uzoqlashtira olmaymiz, lekin imkon qadar cheklashimiz kerak. Imkon qadar faqat darsiga ko'ra, faqat zaruriy ishlariga ko'ra, boshqa narsalar uchun vaqtini o'tkazmasligiga.